To'xtang. Ildiz qatnashgan tenglamalar tushsa, hali ham sizda muammolar bor. Hozir oson usulda o'rgatib qo'yaman. Bitta misolda 29-dekabr sertifikat imtihonida tushgan savol. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi navbatda mana bu biron narsani kvadratini beryapti. Nimaning kvadratini beryapti shu narsa? 4-daraja ildiz demak 3 minus 2 ildiz 2 ning qavs kvadrati bu. Kvadrati. Keyin tashqarida x-darajasi turibdi, plus bu narsachi. 4-daraja ildiz xuddi shu narsani plusligi 3 plus 2 ildiz 2 ning kvadratini beryapti bizga. Tashqarida x-si turibdi teng 6. Kvadrat bilan 4-darajalardan bitta-bitta tashlab olsak. Shunda oddiy ildiz ostida 3 minusdan 2 ildiz 2 qoldi. Buni x-si turibdi plus, endi xuddi shu narsani plusligi 3 plus 2 ildiz 2 ni demak, bu yerda ham x-si turibdi, teng 6. Ana endi bu nimaning qavs kvadratini beryapti? Bu ildiz 2 minus 1 ning kvadratini beryapti. Ildiz 2 minus 1 ning kvadrati x-si turibdi plus bu narsa esa ildiz 2 plus 1 ning kvadratini beryapti. Buni ham tashqarida x-si turibdi teng 6. Kvadrat bilan ildizlarni yana bitta tashlab olganimizda, demak, ildiz 2 minus 1 ning x-si plus bu yerda esa ildiz 2 plus 1 ning x-si teng 6 kelib chiqadi. Endi yana bitta narsani hisobga olaylik. Mana bu ildiz 2 minus 1 degani, o'rtoqlar, ildiz 2 plus 1 ni qarama-qarshisi. Ya'ni 1 taqsim ildiz 2 plus 1 degani. Buni qarama-qarshisi, ya'ni buni irratsionaldan qutqarsak yana shuni beradi. Teskarisi, qarama-qarshisi emas, teskarisi. Endi buni t deb belgilash olsak, bunisi 1 taqsim t bo'ladi. Shunda t plus 1 taqsim t teng 6. T kvadrat minusdan 6 da t plus 1 teng 0. Shu yerdan t1 ni topsak 3 plus 2 ildiz 2 bo'layapti. T2 ni topsak 3 minus 2 ildiz 2 bo'layapti, o'rtoqlar. Ana endi bitta joyga to'g'ri beramiz. Mana bu t deb belgilaganmiz. Ildiz ostida 2 minus 1 ni biz bir marta tenglaymiz. Shuni x-sini tenglaymiz. Xo'p, 3 plus 2 ildiz 2 ga. Bu narsa ildiz 2 plus 1 ning kvadratini beradi. Endi x ni bu yerdan 2 emas, minus 2. Bu teskarisi bo'lgani uchun minus 2 ligini bilib olamiz. Yana ildiz 2 minus 1 ning x-sini bunisiga tenglaymiz. 3 minus 2 ildiz 2. Bu ildiz 2 minus 1 ning kvadrati degan. Bu yerdan esa x ni 2 ligini bilib olamiz. X 2 va minus 2 chiqar ekan, ikkalasini ko'paytirsak minus 4 chiqadi. Bizga ko'paytmasi so'ralgan. Bu misollarni repost qilib qo'ying, imtihondan oldin yana bitta qayta ko'rib chiqasiz, sizga juda ham foydali bo'ladi.